Assalomu alaykum hurmatli ishqiboz. Infotime kanaliga xush kelibsiz. Kamina Sardor Ibragimov bugungi futbol yangiliklarini sizlarga yetkazishdan mamnunman. Abduqodir Husanovning transfer summasi 100 million yevrodan oshadi. O'zbekiston milliy terma jamoasi hamda Manchester City himoyachisi Abduqodir Husanovning xalqaro maydondagi ishonchli o'yinlari uning transfer qiymatiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Transfer Market portali ayni damda 21 yoshli himoyachining narxini 35 million yevro etib belgilagan bo'lsa-da, scouting platformalari va insiderlar uning salohiyatini ancha yuqori baholamoqda. Jumladan, FAI Insight Scouting platformasi Husanovning transfer qiymati 63 milliondan 119 million yevrogacha ko'tarilishi mumkinligini taxmin qilmoqda. Agar ayni damda biror klub uni hozir sotib olishni istasa, 79,1 million yevro atrofida mablag' sarflashiga to'g'ri keladi. Platforma tahlillariga ko'ra, futbolchining imkoniyatlari 100 ballik tizimda quyidagicha baholangan. Xususan, uning eng kuchli jihati sifatida tezligi 85 ball ko'rsatilgan bo'lsa, chidamliligi, sakrash qobiliyati va jismoniy kuchi 75 ballik ko'rsatkich bilan qayd etilgan. Himoyaviy mahorat borasida to'pni olib qo'yish qobiliyati 80 ballga, bosh bilan o'ynash va to'p uzatish mahorati esa 65 ballga loyiq ko'rilgan. Shuningdek, Husanovning maydondagi agressivligi 80 ball. Uning ruhiy barqarorligi eng ustun tomoni sifatida e'tirof etilib, maydonni ko'ra olish va jamoaviy o'yin ko'rsata olish salohiyati ham yuqori baholangan. Shuningdek, Husanov 21 yoshigacha bo'lgan eng iqtidorli futbolchilar ro'yxatidan joy olgan. E'tiborga molik tomoni shundaki, ushbu ro'yxatdan Barselona vingeri Lamine Yamal, PSG yetakchilari Neves hamda Due va Juventus futbolchisi Kenan Yildiz ham joy olgan. Hozirda Manchester City sharafini himoya qilayotgan o'zbekistonlik himoyachining klub bilan shartnomasi 2029-yilning 30-iyuniga qadar davom etadi. Futbolchi joriy mavsumda shaharliklar tarkibida 33 marta maydonga tushib, 5 marta sariq kartochka bilan jazolangan. Cristiano Ronaldo: bu futbol, urush emas. Al-Nasr hujumchisi Cristiano Ronaldo Al-Ahliga qarshi o'yin 2-0 dan so'ng Saudiya Arabistoni chempionatiga bo'lgan tanqidlar haqida fikr bildirdi. Hamma shikoyat qilyapti, hamma ortiqcha ish qilyapti. Bu futbol, urush emas. Bilamizki, barcha futbolchilar kurashadi va g'alaba qozonishni istaydi. Ammo hamma narsaga ham ruxsat yo'q. Men mavsum oxirida fikrimni bildiraman. Chunki juda ko'p salbiy holatlarni ko'ryapman. Ko'plab futbolchilar, hakamlar, liga va loyiha haqida shikoyatlar qoldiryapti. Menimcha bu noto'g'ri va liganing maqsadlariga mos kelmaydi. Agar biz dunyoning eng yaxshi ligalaridan biri sifatida Yevropa bilan raqobatlashmoqchi bo'lsak, nafaqat bu yerda, balki ular uchun ham namuna bo'lishimiz kerak. Menimcha biz buni to'xtatishimiz, vaziyatni tahlil qilishimiz va Saudiya ligasi bilan gaplashishimiz kerak. Chunki mening fikrimcha bu allaqachon futbol emas, dedi Cristiano Ronaldo. FIFA U17 Jahon chempionati qur'asi 21-mayda Syurixda bo'lib o'tadi. FIFA Qatarda bo'lib o'tadigan U17 Jahon chempionati va Marokashda o'tkaziladigan U17 qizlar Jahon chempionatining rasmiy qur'a marosimi haqida ma'lumot berdi. Marosimlar 21-may kuni Syurixdagi FIFA shtab-kvartirasida bo'lib o'tadi. U17 Jahon chempionati 19-noyabrdan 13-dekabrgacha Qatarda o'tkaziladi va 48 ta jamoa ishtirok etadi. O'yinlar Dohadagi Aspira Zona sport majmuasida bo'lib o'tadi. Bu turnir o'tgan yil o'tkazilgan 1-yillik U17 Jahon chempionatining muvaffaqiyatini davom ettiradi. 2025-yilgi musobaqada Portugaliya chempion bo'lgan edi. Osiyodagi U17 Jahon chempionati ishtirokchilari Osiyo Kubogida 5 va 22-may kuni bo'lib o'tadigan Osiyo Kubogida aniqlanadi. O'zbekiston o'smirlari ushbu turnirda ishtirok etishadi. O'zbekistonlik qizlar Marokashda o'tkaziladigan U17 qizlar Jahon chempionatida ishtirok etmaydi. Ular Osiyo Kubogi saralash bosqichida muvaffaqiyatsizlikka uchragan edi. PSG yetakchilaridan biri jarohat sabab Bavariyaga qarshi javob uchrashuvini o'tkazib yuboradi. PSG himoyachisi Ashraf Hakimi UEFA Chempionlar Ligasi yarim finalining Bavariyaga qarshi dastlabki uchrashuvida jarohatidan so'ng unga orqa son mushaklari yirtilishi tashxisi qo'yildi. Bu haqda RMC Sport nashri xabar berdi. Qayd etilishicha, marokashlik futbolchi 3 hafta davomida jamoasiga yordam bera olmaydi. Ashraf Hakimi orqa son mushaklari yirtilishi tashxisi bilan safdan chiqdi. U kelasi hafta
hafta Bavariyaga qarshi bo'ladigan uchrashuvni o'tkazib yuboradi. Biroq jamoa Chempionlar Ligasi finaliga yo'llanma olsa, marokashlik futbolchi maydonga qaytishi mumkin. Uning jahon chempionatidagi ishtiroki shubha ostiga olinmayapti, deyiladi xabarda. PSG va Bavariya o'rtasidagi Chempionlar Ligasi yarim final javob uchrashuvi 7-may oqshomida Myunxenda bo'lib o'tadi. Ushbu juftlik g'olibi finalda Atletico hamda Arsenal qarama-qarshiligi g'olibi bilan uchrashadi. Declan Rice: bekor qilingan penalti tushunarsiz qaror bo'ldi. Arsenal yarim himoyachisi Declan Rice Atletico Madridga qarshi o'yinda bekor qilingan penalti haqida fikr bildirdi. Har ikki jamoa maydonda juda ehtiyotkor bo'lish kerak, chunki bu holatda deyarli hammasi uchun penalti berishmayapti. Bu aniq penalti edi. Nima uchun berilmaganini tushunmadim. Menimcha muxlislar bosim o'tkazib hakamning qarorini o'zgartirishga majbur qildi. APLda bunday qaror qabul qilinmas edi, dedi Declan Rice. Toni Kroos Realga qaytmoqda. Klub afsonaga muhim lavozim tayyorlab qo'ygan. The Athletic nashri bergan ma'lumotlarga ko'ra, klub prezidenti Florentino Perezning shaxsan o'zi Tonining qaytishini istamoqda. Kroosga qanday vazifa topshirilishi mumkin? Sport tuzilmasida ishtirok etish. Toni Zinedine Zidane kabi avval maslahatchi, keyinchalik esa boshqa muhimroq lavozimlarni egallashi mumkin. Tarkibni rejalashtirish. U jamoa tarkibini shakllantirish va qarorlar qabul qilish jarayonida ishtirok etadi. Bazadagi faoliyat. Kroos mashg'ulotlar bazasiga jamoaga kundalik yordam berish va klub vakili sifatida faoliyat yuritishi kutilmoqda. Agar Toni qaytishga rozi bo'lsa, u Florentino Perez, Jose Angel Sanchez va bosh skaut Juni Calafat kabi asosiy shaxslar bilan yaqin hamkorlikda ishlaydi. Klub Kroosning tajribasi va bosiq xarakterini yuqori baholamoqda. Siz nima deb o'ylaysiz, qadrli ishqiboz? Fikringizni izohlar bo'limiga yozib qoldiring. Kanalimizga obuna bo'lishni va like bosishni unutmang.